Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Tog'lar ortida hech kim yaqinlashmaydigan, qadam bosishga ham qo'rqadigan o'rmon bor edi. Bu yerlarni odamlar so'qir o'rmon deb atashardi. Chunki u yerda hech qachon qushlar sayramas, bo'rilar uvillamas, hattoki shamol ham tovush chiqarishga qo'rqardi go'yo. Bir qarashda oddiy ko'ringan o'rmon o'zida sirlar berkitar edi. Bularning bari jonlarga tekkan maxluq ovchilari hammasiga nuqta qo'yishga qaror qilishdi. Ularning vazifasi nima qilib bo'lsa ham bu maxluqni yakson qilish. Chiqanlarni yaxshi ko'radimmi? Qanday maxluq? Maga menga Sakra. Bo'ldi. Maxluq ovchilari. Ha, bugun biz yana bir maxluqning adabini berishimiz kerak. Dahshatli va qo'rqinchli maxluqni yo'q qilib, bu dunyoni undan tozalashimiz zarur. Voy. O'yinni boshidan qum kavlaylar. Bu maxluq oddiy emas, u ham safarga do'sti. O'ylanadi. Nega bunchalar tez? Yo'q qil. Albatta qo'l bilan yo'q qilish umuman o'xshamasligi mumkin. Uni ko'ramiz. O'ldirma Novart. Fig o'ldirasan. Minecraft tugagan yergacha qochaman. Qochdi, bo'ldi, ketdi. Chaqmoqqa aylandi. Ko'rib turganingizdek, raqibimiz oson emas. U har safargi maxluqlardan ham qudratliroq. Va unga yo'q qilish uchun biz maxsus taktika o'ylab topganmiz. Va bu aynan qanday bo'lishini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bazar bo'lsin. Bum! Juda qudratli taktika o'ylab topganmiz. 10 ta vardinni 10 sekundda o'ldiradi, ishoninglar. Bu boshqa maxluqlarning dadasi hisoblanar ekan, Hasan aytdi. Ha, shunaqa. Hamma maxluqlar mana shu orqasidan paydo bo'lgan. Yoshligida yomon sho'x bola bo'lgan ekanda, nima deysizlar? Men aytmoqchi bo'lgan gaplarimni aytib qo'ydinglar nimagadir bor. O'ylaymanki, video juda ham qiziq bo'ladi va oxirigacha tomosha qilishga ayni muddo. Mayli, biz kuchayishimiz kerak. Maxluq bizni tinch qo'ymaydi. Ko'rib turganinglardek har soniyada bizga sakrashga tayyor turibdi. Shuning uchun iloji boricha biz maqsadimizga erishib, uni yo'q qiladigan, uni parchalaydigan tuzoqni qurishimiz kerak. Birinchi navbatda bizga aslahalar kerak, hech bo'lmasa temir. Shuning uchun biz aslahalar olish uchun yo'lga otlanamiz. Bu Minecraftning oltin qoidasi hisoblanadi. Maxluqjon. Sen ko'rmadi deb o'ylaysanmi? Haddan tashqari tez hujum qilmayaptimi? Ay, la'nati. Nima edi bu? Maxluqlar chiqib qoldi. Afsus nadomatlar bo'lsin kim, nadomatlar afsus bo'lmaydi. Xullas, biz iloji boricha ehtiyot bo'lishimiz kerak. Maxluq oddiy emas, har soniyada o'ldirib ketishga tayyor. Uning o'ldirishga bo'lgan ishtiyoqi umuman so'nmaydi. Nega bilasizlarmi? Ha, Og'zi to'la qon. ovda. Minecraftning menga yoqadigan tarafi u zerkarli bo'lishi uchun seni kreativliging bo'lmasligi kerak. Ovda. Buni mag'zini chaqishim bor-ku, 2 soat stand up ko'rib, miyani yaxshilab chaqlab, 8 ta kitobni tugatib, keyin mana shu gapni eshitish kerak edi. Stand up demoqchi bo'lganimda men podcast demoqchi bo'lganman. Tushunasizlar-ku? Elon Musk bilan Bill Gates birga o'tirgandek podcast. Kapkat to'g'ri. Mana yerda gullar o'syapti ekan Orolchada. Cho'chqa o'syapti ekanmi? Cho'chqa deb o'ylabman. Menimi? Nikiga e'tibor bermaysizlar bolalar. Lekin endi bircha bor. Bir soni zo'r deb o'ylayapti Hasan. Yo'q, men shunchaki kanal tezroq 1 millionga erishishi uchun shunday qildim. Bu qanday aloqador deyishingiz mumkin. Hech kim bilmaydi. Men bilaman. Ha, Bir-birini tortadi. ovda. Shunga sizlar 0 ko'tarib olgansizlar, bo'ldi tushundim. O, ana. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta aynan 6 ta 0, bitta 1. 1 million bu belgi bu. Belgi. Osmondan kelgan belgi bu. Ko'pcha cho'chqalar. Bu maxluq cho'chqalarni yaxshi ko'radimmi? Qanday maxluq? Maga menga. Kelyapti, qochdik. Meni quvlayapti shekilli. Yo'q, meni. Seni unda yaxshi. Menimcha suvgacha yetib bo'lsa, o'ylanadi. Hozir och qolishi mumkin. O'shanda tekilashib qolaman va tamom. Chunki iloji boricha tezroq suvga tushish kerak. Menga tepa qilinglar, divan bor oldimda. Yo'q, bo'ldi. Qutuldim shekilli. Orqangga o'tirib oldi. O'tirmabdi. O'tirmadi. Suvda kuchukchasiga suzyapti. Maxluqjon. Qani ketdik. O, ana ketdi. Bo'larkan-ku.
Muhimi o'zimizni o'ldirib qo'yishga bermasligimiz kerak. O dahshat katta shaxta topdim, temir kuchaga o'xshayapti. Ovqatni mana shu yerdan g'amlab olamiz, keyin shaxtaga kiramiz. Go'mi? Bo'ldi, shaxtaga metka qo'yaman, tupurib qo'yaman mana. Yaxshi. Sen tupuging rangini bilaman. Ko'p tupurganman-da senga. Bizga creeperlar ham kerak bo'ladi. Biz qurmoqchi bo'lgan super tuzoq uchun. Shuning uchun hech qaysi creeperni o'tkazib yubormanglar. Bizga porq kerak. Bizga yana ko'p narsa kerak. Masalan, nima kerak? O'sha kerak. O'sha. Shu paytda bunday qora rangda chiqarib qo'ysan hammasini. Voy. Qo'ng'iroqli ham bormi buni? Super bor. O, paydo bo'ldi. Qiziq kimga bu safar yana menga bo'lsa kerak edi. Yo, bu safar tomosha qilishiga. To'xta, qayiqqa o'tirg'izamanda, keyin orqasiga Ha, bo'ldi, tomosha ekan rostdan. gapimni tugatmadim. U gapimni eshitib qochib ketdi, sezinglarmi? Xo'sh, bizga kerak bo'ladigan juda ko'p narsalardan birini to'pladik. Bu 5 ta porq edi, ajoyib. Endi bizga yana undan ham ko'p narsalar kerak. Bo'ldi, shaxtaga tushamiz. Hamma ovqatlarni olib kel, shoh, senga buyruq. Men faqat o'zimnikini olib kelib turib tashab ketsam-chi? Men o'zimnikini olib bo'lganman-da, men Hasan uchun aytdim. Iltimos olib keling. Sen o'zing og'zi yo'qmi? Hasan uchun turib beraman. Hasan ayt o'tiraverdi. Mana pastga sakradim benzaga. Bo'ldi. Men endi temir odamman. Iron yormay soyuvar sonmaye dedim. Prikol. Menda xullas dahshatli darajada ko'p endi. Olmosmi? Temir. Anvil yasamoqchimisan? Yo, temirdan opang kesmoqchi. Men yana olmos topdim. 4 ta bo'ldi. 4 ta? U yana chiqdi o'zini kavladim. Nechta hozir? 6 ta. O yana chiqdi. Nima qilyapsan-chi? Ishonmayman. 8 ta, 9 ta. Unga kirka yasash kerak. Unga kirga yetsak, bizga yana 2 ta olmos yetishmayapti. Hasan Sehrlash- shoxda bor. Ha, bo'ldi, nimani kutyapmiz? Hozir erchant yasaymizmi? Ha? Erchant yasaymiz. Erchant, ha, erchant. Erchant. Mana bu blokni bu yerga o'rnatamiz. Keyin esa suvni quyamiz. Bu blokni sindiramiz o'z navbatida. Keyin bo'lsa mana bu yerda bunday qilib, bu yerga ham 2 ta lava qo'yamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana bu yoqda 2 ta blok, mana bu yerga Bu keyin yog'ini bilaman. 3 ta blok bunday. Keyin bo'lsa bunday. O, olmos topdim. Bunday. Patologdagi olmos ko'rmaganmi deylar? Bunday ko'ruvdim. Böyle parta tayyorda ko'ryapsizlarmi bu qanchalik kam vaqt oladi aslida? O. Seni aytaman, sen yastiribsan. Nima bo'ldik? Buni olmos ko'r. Ha, yo'q, ko'rmabdi. Meni yastirib ekanman shu. Sen yurov. Maloq ekansan sen. Qanaqa omadsizlik, ataga bitta ekan. Menda ham. Seriously, men topganimda 3 ta ekan. 13 ta bo'ldi olmasa. Menda 4 ta. Xusan kachka. Xullas, sizlarga hammamizga bittadan olmos kirka yasayman unda. Yasa do'stim yasa. Qolgani o'zimga ortib qolgan. Sen anvilam yasab bormaymizmi? Yasaveramiz. Muammomi? Men sizlarga Bitta olmosga ortib qoldi-ku, o'shani ber. senga men. Bu olmos kirka bizga hali yaxshigina asqotadi. Sababi bizning tuzog'imizga bu olmos kirka ham albatta kerak Unda bo'ladi. hammasini shu joyda kovlab olaylik. Men obsidian kavlash ishlarini boshlayveraman unda. Ha, obsidian kavlash ishlarini boshlash kerak. Obsidianni sehrlab turib keyin qazish kerak emas. Ha, to'g'ri. Bunun uchun ham obsidian kerak-ku. Ha, bu ham to'g'ri lekin. Mayli, men ana non olib kelay. Non? Non? Haqiqiy hayotda. Do'kondan non olib kelsang hozir. Shu kungacha biz obsidian farm qilib turamizda. Shuning uchun tepaga chiqadigan Sen o'xshaymiz. o'rangdan chiqasanmi? Xullas, biz unday qildik. Biz mana sehrlash stoli. Sehrlash stolda kirkamizni sehrlab oldik-da, keyin yana ikkita kitob yasadik. U ikkita kitobda ham effektimiz birga sehrlaydik-da, kirkani ham o'zini ham effektimiz birga sehrlaydik. Keyin kirka bilan kitobni qo'shgan edik, effektimiz 2 hosil bo'ldi. Uyala. Qani seniki bilan bitta test qilib ko'raylik, qaysi biri tezroq sindiradi. 1 2 3 ta bosamiz. 1 2 3.
To'xta. 1 2 3. Ha, farq bor. Sholki kasani ham bizning tuzog'imizga kerak bo'ladi. Ya'ni ipakdek mayin kovlash sehri bizga juda ham kerak. Kitob Prosta javob. uchinchisiga tavakkal urib olsakchi. O'zi nega o'zi oltin kirkani sehrlayapmiz? Javob oddiy, sababi oltin narsalarni yaxshiroq sehrlanish ehtimoli balandroq. O ana ushlachalik. Bizga sholki kasani esa Super buper mega duper tuzoqni qurishda kerak bo'ladi. Mayli bo'lmasa men tepaga ko'tarilishdek qiyin ishni o'z bo'ynimga olaman. va nihoyat mening ko'zlarim yorug'likni ko'rdi. Bizning hozirgi maqsadimiz ipakdek mayin kovlash sehriga ega bo'lgan kirkaga ega bo'lish. Umuman olganda kirka bo'lish ham shart emas. Yo'q, nima kiyib olding, olmasmi? Bekorda yurdimmi men? Ajoyib-ku. Men mana bu uchta kitobni o'rnatar ekanman, sehrlash stoli yaxshigina kuchaydi. Endi agar biz oltin kirkani sehrlamoqchi bo'lsak, hammasi ancha yaxshi bo'ladi. O ana. Ketdi. Umid qilamanki bizni oldimizga teleport qilmadi. Suvni ichiga kirib ol. Hayotda o'ldiraolmaydi. Padarigalar, tushlarimga kirib chiqadi endi. Bu qo'rqinchli edi. Bu qo'rqinchli edi. Bloklarni sindiryapti. Rostdan. Dahshat qochyapti mendan yana. O'ylanadi. Suvdagi kira oladimi? Yo'q. Lekin suvdagida men ham abadiy tura olmayman derdim, lekin Ochib ketdi. Ketdi. ketdimi? Men tirib qoldim. Eng qizig'i bori bolalar, agar bu juda ko'p vaqt bo'lmasa, bizda tuzog'imizda ayni paytda ishlash kerak. Tushdi. Foydalangan ham qoldi. Bo'lishi mumkin emas. 7-daraja kerak, 1 daraja yetmayapti. Tushdi menga. What the поворот? Qani bu yerchi? Ajoyib. Aynan shuni xohlagandik va biz bunga erishdik. Bundan chiqdi biz super tuzog'imizda qurishni davom ettirishimiz mumkin. Eng qiyin narsalardan birini oldik derdim, lekin yo'q. Bizda oldinda bundan ham olish qiyin bo'lgan narsalar turibdi. Va bu narsani aytaymi nimaligini? Ton ton ton. 6 ta slime block. Orqada harfni bolasi. Oy. Oy. Yugurishni qara. Shoh seni sevib qopti. Mayli hal qil. Bu yerda qo'rqishimiz kerak. Voyda. Shohruxni yemoqchi, shohandami qaytyapti. Yo'q. O'lib ketamiz, dabba. Tak meni hozir o'ldirmaguncha qo'ymaydim bu? Yo'q, qochib ketsa kerak. Men yordamga karash. Yashash O'ldim men, o'lmasman. Yashash qara. Bo'ldi ket. Bo'ldi, qo'rquvni tamom bartaraf et. Bo'ldimi? Ketdim bola paqir. Ket paqir. Botqoq topamiz. Slime'ni unutinglar hozircha. Biz mana bu kirkani nega o'rganimizni unutmaylik. Axir bizga marjon qo'yalar kerak-ku. Shuning uchun hoziroq mana bu dengizdan foydalanib, issiq okean topishimiz kerak. Alo Aziz. Alo. Nima deysan Aziz? Nima gap? Ha, video olyapmiz. Videoga tushding bu safar ham. Chiqayotgan ekan, futbol bor ekan. Zo'rku. Zo'rku, albatta o'ynaymiz. Bu yerda faqat biz maxluq ovlayotgandik-da. Keyingi videodan keyingisida yana bir marta chiqasan do'stim. Ha, bo'ldi gap yo'q. Aziz do'stinglar bu. Xo'sh, nima deyotgandim? Ha, biz mana bu kirkani olganimizning yagona sababi bu marjon qoyalardir. Biz hoziroq marjon qoyalarini topishimiz kerak. Musiqa time. Oyroroy, tororoy, tororoy, tororoy. Tan tararan tararan tararararan tararararan. Marjon qoyalar topdim deb aldayapman. Marjon qoyalar topdim deb aldayapman sizlarni. Xullas, beri kelganimizning yagona sababi mana bu edi. Bir ikkita uchta ol. Ochlikda o'lmaydi. Harf bo'lmasa, ana. Qora qarab turishini. Qani men ko'rmayman. yaramas. O ko'rdim. Voy, yonadi. Qoch. Tuzadigan vaqtimiz keldi. Qochamiz. Ololmaydi menga. ishlarimiz bor.
Vohima kerak, vohima. O'ylamiz. Uni qara. Ketdi o'zi dabit qilamiz. Uchta tomonda aylanaylik action kadr. Dahshat. Uchta tomonda aylaninglar. Biz ovchimi, sen ovchimi? Patsancha, maxluq ovchisi bu yoqda biz. Sen o'ljasan. Bildi. Bizda ham darajamiz oshyapti, his qilasizlarmi? Maxluqlarni endi aylanib o'ldirayapmiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, biz mana bu kirkani vazifasini bajardik. Biz mana bu narsalarni oldik. Bular ham bizga juda asqotadi. Menimcha allaqachon kimdirlar bilib bo'ldi. Biz bularni hammasini nega qilayotganimizni. Bilmaganlar esa keyinroq bilib olishadi. Xo'sh, bizning endi maqsadimiz 6 ta slime blokka ega bo'lish. Buning uchun bizga botqoq kerak bo'ladi. Botqoq qidirib olg'a. Atak aylanib borsa ham bo'ladi. Patar ekanlarni. Qoch, Hasan Men nima qoch. dedim? Suv xavfsizroq. Menga tepa. Hasan tepa, yo suv tagiga kirib ket. Bo'ldi, olib ketdim shekilli uni. Yaxshim suv degan narsamiz bor. Hasan sen uchun uni dabit qilaman. Ay, la'nati ketmoqda mahalla. Yana ozga suv tagida jivat qilinglar. Ha, shunaqa qilishga to'g'ri keladi. Ketdi. Ketdimi? Ketdi. O'rmonda shuni menga qarab turibdi, ostini bor barglarning orasida. Lekin hali ham kechmas, suvdan boraylik. Yo, jiri Hozir yaqin. yoyadi. Ay, bo'pti. Hammasini topdi. Ko'rdingmi? Men aytdimmi? Yana yurak urishi boshlandi. Ana. Ana u xarib. Ha, rostdan ham quruqlikdan borib emas ekan. Xarib, qaysing to'xtading bu yoqqa? Voy bile, qalqon qilishga kallang yetdi shoh, o'lib ketasanmi debman. Hasan, Ha, qanaqa haydovchisan, jo'ra? Sal qolsa o'ldirarding meni. qani? O keldim Og'zi botqoqqa. Bu junglida, mana bu junglida umuman bu raqibni iti ekan. O, mana bu yerda yaxshi botqoq bor ekan. Obbo. O, ana. Qarab bo'ladi. Lekin bir narsa xursand qilyapti. Tuzoqqa qachon kelarkan deb ko'p kutib o'tirmaymiz. Ha deb kelyapti. Bilmadim, presgacha qilyapti shekilli. Meni qo'yib. Yotoq bormi? Yo. O'rlamay yotoqqa yo bosib Bu qo'ydi. yerda men qandaydir bunaqa narsa qo'shganimizni eslolmayman lekin. Bolalar, Oh, mana bu sal g'alati emasmi? menimcha uyiga kelganimiz uchun rosa ko'p kelyapti. G'alati, lekin shu payt ichida birinchi marta topdik. Salom, bu kimniki? Voy, Yo. eshitdinglarmi? Balki bu uyga kirish yaxshi g'oya emasdi. Balkim bu juda ham yomon g'oyadir. Qaq qo'yib ketyapsizlar. Babir kelsa o'ldiradi Husan. Bu ana keldi. Ana qarib. Ana. Keldi. Menga. Men aytdim bu uyga kelish yaxshi emas deb. Ko'tar. Men sochimdan spawnda paydo bo'laman. La'nati. Shucha qalqonni qilib tur. Shucha qalqon. Urdimmi uni? Ketmaydi hayotda. Sen menga tepa qunda. Bo'ldi ketdi. Ket. Qalqonim sinay degandi. Endi shunday sinay deganda ketdi. Boshqa hesab olaman. Mayli, hozir ketganda vaqt bor ekan, shart uyini ko'rib chiqaman men. Tepada qishloqi bor ekan. Rostdan. Ha. Damlama bor ekan, jon to'ldiradi. Nima sotadi? O kitob sehrlashga kerak bo'ladi. Hozir olishimiz kerak. Hozir olishimiz kerak. Kimda surat bor? Qovul sotar. Dushi degan fanatizm aka. Bu yerda sehrlash stoli bor ekan, kim aytib berdi? Endi emas. Yo, ura! Faqat ana kliperlar yo'q bo'lsin. Endi sizlarni manday. Boshqa moblarni ham o'ldiringlar, siliz paydo bo'lishi uchun. O'g'il, u yerda ikkita kattasi. Bo'llarsan yetadi silizimiz. Nechta senda? 26 si. Voy bitta jon. What? Bo'ldimi? Yetib keldimi? 64 tadan o'tib ketdi, bizga bemalol yetadi. Ketdi. Biz buni uddaladik. 6 ta slime blok bizda. Bu degani biz va nihoyat maxluqni o'ldiradigan qurilmani qurish ishlarini boshlasak ham bo'ladi. Yana bir ikkita narsa yig'sak kifoya. O'sha narsalarni ham olgandan keyin maxluqni asfalasofinga yuboramiz. Poriqni ol. Senga poriq tashlarim. Yalang oyoq Hasanga temir ber. Men sehrlab beraman xohlasang. Darajam bor. Aribda bolasi qarab turibdi, o'lishga yaqinmiz. Bu safar menga. Hasangaga. Yo'q. Sengaga. Yo'q, Shoxagaga. Yo'q, men nimaga boshqara olmayapman? Voy ikkita jon. Shox seni qutqarib o'zimga oldim.
Serios. Ha. Qoyil. Meni ham kam, Hasan o'zingga. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Menga tepib ulgursang. Bo'ldi ketdi. Bo'ldi ketdi. Bo'ldi bolalar, toza jonimizga tegib ketdi. Buni yo'q qilishda ayni payti. Yana arzimagan narsalar to'plasa kifoya, ulardan bittasi mana bu aravacha bo'ladi. Dinamit ham bor. Minecraft qiziqliklarga boydir. Uni bilmaganning holiga voydir. Sen ham bo'lgin Jek, misoli Netlandiya egasi. Safimizga qo'shil tezroq, kutmoqcha Jek to'dasi. Jek. Tayyorman. Michael Jackson. Tayyorman. Mana, bu onlar yetib keldi. Biz barcha kerakli narsalarni to'pladik. Bu degani biz va nihoyat bu maxluqni bu yer yuzidan tozalab tashlashimiz mumkin. Xo'p, bu onlar uchun biz juda ham ko'p harakat qildik. Mana bu silizlarni to'plashda o'zi bo'lmadi. Sen nima qilyapsan o'zi? Obsidian ham menimcha ko'p kerak bo'lsa kerak. Men hozirdan kavlashni boshlayman. Anchagina kattaroq qilish kerak, chunki TNT har xil anada tushadi-da tepadan. Xo'p, tuzoq ham sekin-sekin qurilyapti. Xo'sh, o'zi bu tuzoq qanday deydigan bo'lsangiz va nihoyat bu savolga javob beradigan vaqt yetib keldi. Xo'sh, boshlaydigan bo'lsak, mana bu g'alati ustun bizda redstone'ni yuqoriga olib chiqishga yordam beradi. Yuqoriga ko'tarilgan redstone esa maxluqni ajalni ishga tushiradi. Tepadan millionlab TNTlar maxluq ustiga yog'iladi. Sizlar savol berishingiz mumkin, qanaqa millionlab Sedatdagi bittagina TNT bo'lsa, deb sen nima bizni aldamoqchimisan? Yo'q, men sizlarni aldamoqchi emasman. Men Minecraftda aldamoqchiman. Biz hozir quradigan mexanizm mana shu TNTni millionlab marta ishlatishga yordam beradi. Ha, maxluq oson bo'lmaydi. Biz albatta g'alaba qozonamiz degan umiddaman. O'zi ham juda oz qoldi. Voy, eshitib qoldi-ku. Maxluq kelib qoldi-yu. O'ylanadi, sho'x. Men narsalarni qanday olaman endi? U! Bye-bye. Bye-bye. Bu uskuna qila oladigan minimum bu. Aslida unda mana bunday qilib tashlasa bo'ladi. Bo'ldi. Bu ajal mashinasi 5000 ku. U maxluq kelishi ham to'xtatib yubordi buni ko'rib. Buni o'raga tashlab yuborsam, bolalar. Xo'sh. Meni o'ldirgandan keyin u yo'q bo'ladi. Aha. Demak, hech kim o'lmay turib o'ldirish kerak uni. Menda Ender Gemchu bor. Ishlatib yubordim o'sha Ender Gemchuni. Ruh qum olib kelib turib, mana yerda plat yasaysak bo'lardi. To'g'ri, teleport qilar ekan. Ender Gemchu nima bitta topamiz, o'zi ruh qumi ham topamiz. Ketdik portalga. Bo'p turadi shunaqasi erkakchilikda. Bahonangni topsin. Ishga tushirchi? Nega yana o'chirding? Nima? Portlab ketdingmi? Hasan. Men endi qayerdan bilay senga uchib borishini? Sho'r bodarang. Bo'ldi, hammasi tayyor. Ender marvartlarni bersang otsak. Nimaga men uchun otding? Sen uchun otganim yo'q. Sen uchun otibman, uzr. Sen menikiga ot, joyini almashtiraman. Endi shu darcha yopilgani zahoti shu yerga teleport bo'lamiz. Lapota bundan mukammalini yasamaganmiz hali. Bu mashina haqiqiy maxluqlar ovchisi. Ha, bu mashinaning endi yangi nomi maxluqlar ovchisi 5000. Yozib qo'y. Tablichka yo'qmi? Maxluq ovchisi 5000. Ton tariraran, tariraran, ton. Xullas reja bunday. Maxluq kimni quvlasa, o'sha mana shu teshikka sakrasin. Maxluq ham orqangizdan sakragandan keyin teleport uskunasiga eng yaqin turgan odam teshikka sakraganni o'zini oldiga teleport qiladi. Yana birimiz bo'lsa, uskunani ishga tushiramiz. Biz vaqtida shuni aylab yetdikki, agar mana bunday narsalar qo'ymasa, maxluq shunchaki tirmashib tashqariga chiqib oladi. Sababi u bemalol devorlardan yura oladi. Lekin mana bu narsani qiladigan bo'lsak, u hech qanaqasiga tashqariga chiqa olmaydi. Mana bu bloklar unga xalaqit beradi. Suvga to'ldirayotganimizning sababi esa TNT portlatib yubora olmasligi uchun. Ha, qo'shimcha mexanizmni ham himoyalash kerak. O'sha yerga adashib bironta TNT uchib ketmasin yana. Mana maxluq ovchisi 5000 ni kuchaytirilgan versiyasi bilan endi maxluqni ovlash yanada oson bo'ladi. Endi u hech qayerga chiqib qochib keta olmaydi. Atmosfera boshqacha-ku. Ana. Ana. Xo'sh, kimni? Meni. Ishga tush, sen teleport. Sho'x, sen teleport qildir, men anuni yoqaman. Meni ekan. Senda. Meni deding-ku, Hasan. Menga deb o'yladim-da.
Shaychalyapti. Qarib, oldimda. Bu safar menga shekilli Nima salbiydan qiladi? uzoqlashibsan. Shoxani quvladi. Men bosaman shoxani. Sakra. Hammasi rejadagidek. Bo'ldi, bo'ldi. Qani nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Bom! Mazza qolsin. Bom! Portla yaramas. Tezlashtiringlar, o'lib ketsin. Shu yerda-chi. O'lyapti. Shox, meni oldimga kel, yerda dinamit tushyapti. Bu yoqqa tur, o'lma, jo'ra. Shox, mana yerda tur, mana. O'lyapti. O'ldimi? What? O'ldimi? O'ldi. O'ldi. Shox yo'q. Oile. Yomon nervlar. Yana yoqding sen, men o'chirgandim shusam. Yomon nervlarni borku qiyshaytirding-da. Ha, Menmi? shox yomon asab. Men ulgurdim. Dabba hech kim qilolmagan ishni. Oxiri o'ldirdik-a? O'ldirdik. Oye. Urra, uddaladik, va nihoyat maxluqni adabini berdik, uni shunchaki parchalab tashladik. Biz buni uddaladik. Bu haqiqiy dahshat edi. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. 70% odamlar obunasiz ko'rar ekan. Buni albatta to'g'rilashimiz kerak. Bu maxluq ovchilar ichida eng o'ylangan tuzoq bo'ldi deb o'ylayman. Hamma narsasi melishigacha o'ylab chiqildi. Va biz buni shunchaki yorvordek atmosferaga esa birdan ungacha baho berasizlar.